Assalamu alaykum. Qurbon namozining 2 rakat sunnatini o'qilishi. Birinchi chizdan niyat qilamiz. Niyat qildim. Qurbon namozining 2 rakat sunnatini xolis Alloh uchun o'qishga juzimni qiblaga burdim. Allohu akbar deb takbir aytamiz. Undan so'ng qo'llarimizni ko'krakka olib, qo'l baylaymiz. So'l qo'limizning ustini o'ng qo'limizga qo'yamiz. Anan sana duosi o'qiladi. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. A'udhu minen Bismillahni qo'shib Fatiha surasini o'qiymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatiha surasini o'qib bitgan so'ng ichingizdan amin deb aytamiz. Ağa qo'shib zam sura o'qiymiz. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Fatiha surasini o'qib bitgan so'ng Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukudan Subhana robbiyal azim deb 3 yo'l aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qayra tik turamiz. Tik turib baratib Samiyallohu liman hamidah deb aytamiz. Tik turganda Robbana lakal hamd deymiz. Undan so'ng Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada 3 yo'li Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qadaga o'tiramiz. Biroz o'tirgan so'ng Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdadan Subhana robbiyal a'la deb 3 yo'l aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qayradan qiyamga turamiz. Qiyamdan qo'llarimizni baylaymiz. Qo'l baylagandan keyin Fatiha surasini janaga qo'shib dag'i bir zam sura o'qiladi. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين deb ishdan aytamiz. Keyingi qisqa surani o'qiymiz. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukuda 3 yo'li Subhana robbiyal azim deb aytamiz. Undan so'ng Allohu akbar deb tik turamiz. Tik turib baratib Samiyallohu liman hamidah deyishda tuz turganda Robbana lakal hamd deb aytamiz. Undan so'ng Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada
Subhana robbiyal a'la deb 3 jol aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qa'daga o'tiramiz. Qa'dada biroz o'tirgandan keyin qayradan Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdadan 3 jolu Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Anan Allohu akbar deb qaydaga o'tiramiz. Qa'dadan tashahhud duosini o'qiymiz. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Tashahhuddan keyin salavat o'qiladi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Salavat o'qilib bitgan so'ng Assalomu alaykum va rahmatulloh deb birinchi o'ng yengga salom beriladi. Anan Assalomu alaykum va rahmatulloh deb sol yengga salom beriladi. Namozdan keyingi duo o'qilib, namozimizni oyoqlaymiz.